Yangi bir dokladda deyilishicha, Xitoy dalil paket va hujjatlari to'liq bo'lgan yig'ib olish lager sistemasining sirtida emgak kuchlarini yetkazish programmasi orqali namratlikdan qutuldirish nomida Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining majburiy emgakini oqlab kelmoqda. Adrian Zenis Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi emgak kuchlarini yetkazish orqali namratlikdan qutqizishning huquq xarakterlik taraqqiy qilishi mavzuliq maqolasida Xitoyning jazo lagerlaridan ayrilgan tuzumda keng ko'lamlik majburiy emgak siyosati yurgizayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Uning dokladida yana lager sirtidagi Uyg'urlarning majburiy emgak silinishi haqida yangi ifodalar yer olgan. Xitoyning bu qilmishi o'zi a'zo bo'lgan xalqaro emgak tashkilotining belgilamalariga xilof ekan. Doktor Adrian Zenis 2018 yildan boshlab Xitoyning hukumat hujjatlari, saqchi arxivi va guvohchilarning so'zlari orqali Uyg'urlarga qartilgan emgak huquq dafsandichiligini hujjatlashtirib kelmoqda. Xitoylarning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik siyosatida qo'li bor Xitoy texnika magnati Huawei Turkiyani Yevropa bozoriga kengaytirishning bazasi qilib tanladi. Huawei'ning Xitoy davlatlik bilim mulk huquqi boshqarish idorasiga sungan iltimosida ko'rsatilishicha, shirkat sun'iy idrak bilan kishilar orasida Uyg'urlarni bayqash texnikasini taraqqiy qildirgan. Huawei jazo lagerlariga tashlangan Uyg'urlarga josuslik qilib qolmay, ko'chada ketayotgan piyodalar orasida Uyg'ur turklarining boyoqligini bayqay oladigan texnikalarni taraqqiy qildirmoqda. Nurg'un demokratik davlatlar kishilik huquqni hurmat qilmaslik sababli Huawei texnik shirkati bilan kelishimni vaqtincha to'xtatgan. Bular yuz berayotgan bir sharoitda Huawei bir hafta ilgari Xitoy poytaxti Bejingda uyushtirgan Xitoy Yevropa rahbarlik munbirida Turkiyaning Xitoy shirkatlarining Yevropa bozoriga kengayishida muhim o'rinda turadiganligi ta'kidlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy poytaxti Bejingda rais Xi Jinping bilan ko'rishgan. Yig'in jarayonida ikki davlatning munosabat saviyasini har qanday ahvolda strategik sheriklik munosabatiga ko'tarish to'g'risida kelishim hosil qilganligi e'lon qilindi. Xi bilan Mirziyoyev bir balvoq bir yo'l tashabbusi doirasidagi muhim rayonlar aro qatnash liniyasi bo'lishni planlagan Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lining qurilish ishlarini baldirroq boshlashning muhimligini ta'kidladi. Qirg'iziston Cumhuriyeti Energiya ministri Talaybek Ibrayev Qirg'iziston Ministrlar Kengashining a'zolarini o'z ichiga olgan rayonlik hukumat boshliqlari va universitet mudirlari yig'inida davlatning qayta hosil bo'ladigan energiya sohasida amalga oshiradigan yangi turlarini e'lon qildi. Ministr Talaybek Ibrayev yig'inda qilgan so'zida Qirg'izistonda 6 shamol va 9 quyosh energiyasi stansiyasining qurilganligini tilga oldi. Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik akti tashkilotiga a'zo bo'lish iltimosi tunugun Turkiya Davlat Majlisi tomonidan ma'qullangan va rais Rajab Tayyip Erdo'g'an imzo qo'ygandan keyin rasmiy gazetning ko'paytirilgan sonida e'lon qilindi. Turkiyaning Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik akti tashkilotiga a'zo bo'lish musobaqasini tasdiqlashi Amerika prezidenti Jo Baydenning parlamentdagi ta'sir kuchiga ega shaxslarga xat evatib, F-16 urush aeroplanining Turkiyaga setilganligi to'g'risidagi rasmiy uqtirishni boshlashni xohlaydiganligini e'lon qilgandan keyin elib berildi. Hamasning harbiy qanoti Hamas brigadasining bayonotchisi Abu Ubayda bayonotida o'zlarining oldin qabda G'azza rayonida Isroil armiyasiga tava 68 harbiy mashinani qisman va butunlay vayron qilganligini bayon qildi. Abu Ubayda 53 Isroil askarining 0 orliqdan etib etilganligini, 9 askarning marganlar tarafidan etib etilganligini ko'rsatib, ularning oldin qabda elib qolgan 57 harakatida 10 necha Isroil askarini yaralandırganligini bayon qildi.